Xo'p, assalomu alaykum hammaga. DriftKings obunachilari. Xo'p, bugun birinchi darsimiz qisqacha bo'ladi va bundan keyingi darslarimiz ham bizning qisqacha bo'ladi. Sababi nimaga? Sababi chunki sizlarni reaksiyalarga ko'ramiz. Reaksiyalar agar normalniy banglatib yuborsanglar, prosmotrlarni katta qilib yuborsanglar, man to'liq videolarni qo'yib boraman, lekin har kuni qisqa har bitta strategiyadan qisqacha video qo'yib boraman. Ya'ni hozirgi birinchi darsimiz bizda trend liniya bo'ladi. Ya'ni trend line trendni aniqlaymiz. Trend liniya bo'ladi. Birinchi dars bo'ladi bu. Har kuni bitta dars qo'yib boraman. Faqat qisqacha qo'yib boraman. 5 minut, 4 minut, 5 minut, 4 minut, 6 minut bo'ladi. Sizlar reaksiyalarni ko'rib turib, kattaroq qilib tushuntiraman keyin. Agar reaksiyalar bang'illab ketsa, kommentariyalar yozib tashlasanglar, cho'tka qilib men sizlarga polностью qilib tushuntirib beraman. Ungacha har bittasidan qisqa tushuntirib berib ketaman. Xo'p, bu men birinchi 4 soatga olamiz. 4 soatga olganimizdan keyin misol uchun trendini ko'rib olamiz. Maksimal darajada kichkina qilib olamiz. Ctrlni bostirib mishkan o'rtadagi buruzganni olsak, bu bunaqa katta kichkina bo'ladi. Agar yo'q bilmayman desanglar, plus yoki minus, plus minus bo'ldi. Bunaqa qilsanglar ham bo'ladi. Qaranglar, 4 soatlik olganmiz. Bizda buzilgan struktura bor. Struktura bu yoqqa tortishimizni, trend tortishimizni umuman hojati yo'q, keragi ham yo'q. Xo'p, trendimiz bor bu yerda, mana. Maksimumlar bor, lekin bumlarda iloji boricha bumda ham, crashda ham, hammasida ham hosil bo'lgan, ya'ni o'zidan oldingi hosil bo'lgan trenddan olishinglar kerak bo'ladi. To есть men bu sham soyasiga qarab uzun tortyapman. Sizlar ham shunaqa qilsanglar bo'ladi. 4 soatli mana. Mana men uni 3 ga to'g'rilab qo'ydim. 3 ga to'g'rilab qo'ydim. Xo'p. Shuni olamizda kopировать qilib pastga qo'yamiz, ya'ni minimumga qo'yamiz mana. Mana minimumni qizil shag'amni soyasiga qo'ydim, uchiga qo'ydim mana. Ko'rdinglar? Endi nima qilamiz biz? Xuddi shu pastdagi trendimizni yana kopировать qilamiz va tepaga qo'yamiz mana. Mana bunga qo'yamiz. Nimaga bu yoqqa qo'ydinglar? Reaksiyalarga qarab turib, men darsdan shunda berib boraman, faqat sizlardan aktiv reaksiya komment kutaman. Buni ham kopировать qilib bu yoqqa qo'yamiz. Sabablarini hammasini aytib o'taman. Xo'p, 4 soatdan keyin 4 soatlik trendimizdan ko'rib oldik. Bayga yo'nalish bo'lyapti. Endi 4 soatni kira olmaymiz. 4 soatdan keyin 1 soat ko'rib turib filtrlashimiz kerak bo'ladi. 4 soat bilan 1 soatlik bizda bir xil yuribdi, ya'ni bir xil ketyapti. Shuning uchun biz 1 soatdan keyin 15 minutga o'tamiz. To есть 1 soatda hech qanaqa filtr qilib o'tirmaymiz. Sizlarga o'zimizdan o'quvchilarga qanaqa tushuntirib beradigan bo'lsam, xuddi qilib shunaqa qilib tushuntirib beryapman. 15 minutda bizda trend kanal yasab qo'ygan ekan. Ya'ni qanaqa? Mana bundoq tortsanglar, kanal bo'lgan. Mana bunda tortamiz, sirasi tortib beradi. Ya'ni bizdan tepadagi kanalimizni buzib qo'ygan. Buni bunga qo'yish iloji boricha shunga qo'yamiz. Va buni uchiga qo'yamiz. Mana bu shag'amni uchiga qo'ydik. Har bitta shag'amga e'tibor beringlar bu yerda. Uchlariga qo'yib borishinglar kerak bo'ladi. Chunki indeks bozorida, sintetika bozorida juda muhim rol o'ynaydi shag'am soyalari. Ya'ni uchlari. Xuddi shu narsa, mana kanal bo'ylab sel kelgan. Agar hozir bizda bu kanalni buzadigan bo'lsa, tepamizga bunga retest berib, dalish ketadi tepaga. Bundan keyin 5 minut, 15 minutlik trendini ko'rib oldik. 15 minutda trend bizda selga oqqan. Endi bo'lsa 5 minutga ko'ramiz. 5 minutga ko'ramiz. Qaranglar, 5 minutda katta tortib o'tirmaymiz. Shart emas bizga. Bizda mana bu yerda bor. Oddiy trendning. Ya'ni bu trendda ham o'ziga yarasha sirlari bor. Hamma sirini beraman. Boshqa kurslarda o'rgatilayotgan, pulga o'rgatilayotgan hammasini beraman.
Любой bitta strategiyani so'rasanglar, faqat sizlardan reaksiya bo'lishi kerak, komment bo'lishi kerak, bang'illab ketishi kerak bo'ladi. Men sizlarga полностью hamma narsani досконально ko'rsatmayapman. Ko'rsatishim uchun sizlarda faqat reaksiya, komment. Bu hammasi tekinga beriladi. Sizlarga faqat aktiv bo'lsanglar bo'ldi. Xo'p, trend bizada bayga yo'nalyapti. 5 minutda. Endi nima qilamiz? Endi bundan zona qidirib topamiz. Misol uchun zonamiz hozir ko'ramiz. Zona topishni ham, qaysi shag'al nima qilish kerak, qaysilarni olish kerak, hammasini ko'rsatib beraman sizlarga. Faqat bu dars emas, sizlarni aytganimda o'sha reaksiyalarga qarab turib, aktivlarga qarab turib ko'rsatib beraman hammasini. Xo'p, bu nota degan joyi hozir belgilab qo'yaman va keyingi darslarda nima sababdan shu yerdan belgilaganimni hammasini tushuntirib berib o'tib ketaman. Xo'p, bu bizada o'tadigan joyi kelib turib, ya'ni qaytib turib tashlab o'tib beradigan joyi mana manshet bo'ladi. Shot birinchisi, ikkinchisi mana amid bo'ladi. To есть 1, 2. Mana shu ikkita zona aktual. Agar mana mashina buzib bersa, bizda kelib beradigan joyi shot bo'ladi. Shunaqa gap. Bizlar bilan qolinglar, like, comment, bang'ilab tashlaylar va buni to'liq variantini ham tushuntirib beraman. Ya'ni har kuni qo'yib boraman video, faqat sizlardan men addacha ko'rsam, addacha ko'rmasam hech narsa qo'ymayman.